Ho'jaon, bu plashatka nima deyapti bu? Bu parkdan farq qilmabdi-ku. O'sha parkni kelib domingizni oldiga qurib qo'yibdilar-da. Bolalarni keltirasiz, qo'yib bo'lasiz, tam mazza qilib o'ynab o'tiradi. O'zi o'yna, ichkaridan obzorni qilaman, tomosha qiling siz uchun bu. Tog'ajon, bu uy nima deyapti? Bu uy siz uchun topib qo'ydimmi? Bizni tilga dushman kushak deydi-ku, mana shunaqa ajoyib xonadon siz uchun topib qo'ydim. Shunday bir dushmanlaringizni bitta mehmon qilasiz, hammasi o'zi biladi joyini. Mana bu 3 xonalik uyimizni birinchi xonasi, zal xonasi, tomosha qiling, nimani ko'ryapsiz? Barcha jihozlari qoladi. Kirasiz, yashaysiz, konditsioner deysizmi? Boshqa qo'lin, palos hammasi qoladi. Mana buni qarang, dizaynga o'zingiz baho bering. Bu nima deyapti? Fotozona bo'libdi-ku bu. Restoranga ham top bo'lmaydi-ku bunaqa joylarni. Mana bu esa ikkinchi kichik yotoqxonasi, yana bitta katta yotoqxonasi mavjud uyimizni. Mana bu esa yangamni ishlashlariga akkuratni kuxnicha. Buni qarang, sidyachi zonalari bilan qilib qo'yilgan. Barcha bitavoy narsalari bor qoladi. Ana bunaqa knopkalik yaxshi narsalari bor. Buni tomosha qiling, tog'ajon, yangam maza qilib o'ynab, kulib, ovqatlarni sizga pishirib beradigan joyi. Mana bu esa glavniy eshigimiz. Kirdikki o'ng qo'limizda sanuzelimiz bo'lyapti. Patologiyacha kafillari qilingan, dizaynga baho beramiz. Ajoyib dizayn qilingan. To'g'rimizda esa uyimizni yotoqxonasi. Mebellari qoladi. 82 metr kvadratdan iborat lokatsiya, dahshat joyda 7-mikrorayon yo'lning ustiga joylashgan. 8 qavatli g'ishtli domni 7-qavatda tog'ajon, narxi atigi 56.500 kami bor. Pastda nomerlar qoldiraman tog'ajon, qo'ng'iroq qiling, bu siz uchun dushman kushagidan.